xavfsiz makon ekanda yaratish kerakmi? Kichik bola uchun xavfsiz makon yaratish ota-onalar uchun muhim vazifadir. Bolaning xavfsizligi uy muhitini to'g'ri tashkil qilishdan boshlanadi. Quyida bolajon uchun xavfsiz makon yaratishda yordam beradigan bir nechta tavsiyalar keltirilgan. Birinchisi, xavfli buyumlarni olib tashlash. Birinchi qadam sifatida bolaning yetib borishi mumkin bo'lgan hududdan barcha xavfli buyumlarni olib tashlash kerak. Bunga o'tkir, og'ir va mort buyumlar, dori-darmonlar, maishiy kimyoviy vositalar hamda boshqa har qanday potensial zararli moddalar kiradi. Ikkinchisi, rozetkalarni to'sib qo'yish. Barcha elektr rozetkalari maxsus qopqoqchalar bilan yopilishi kerak. Bu bolani tok urishidan himoya qiladi. Agar uyingizda uzaytirgichlar ishlatilsa, ular ishonchli tarzda mahkamlangan va bolaning yetib borolmaydigan joyida bo'lishi lozim. Uchinchidan, mebelni himoya qilish. Stollar, shkaflar va boshqa mebellarning uchli burchaklari chaqalogingiz uchun xavf tugdirishi mumkin. Mebel burchaklari uchun himoya yostiqchalari yoki yumshatuvchi materiallardan foydalaning. To'rtinchi, eshik va derazalarni blokirovka qilish. Shkaf va tortma eshiklari bolalarning ularni ochib, xavfli narsalarga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus qulflar bilan mahkamlangan bo'lishi kerak. Windows, shuningdek, ochilishiga yo'l qo'ymaslik uchun panjara yoki qulflash moslamalari bilan himoyalangan bo'lishi kerak. Yoritish. Xonaning yaxshi yoritilishi yiqilish yoki to'qnashuv natijasida jarohatlanishning oldini olishga yordam beradi. Farzandingiz tasodifan mebel yoki boshqa to'siqlarga duch kelishi mumkin bo'lgan xonaning qorong'i joylariga alohida e'tibor bering. 7. Qavatlar va gilamlar. Polning silliq va sirpanchiq emasligiga ishonch hosil qiling. Gilamlar sirpanib ketmasligi uchun mustahkam qilib o'rnatilgan bo'lishi kerak. Bolangizning oyog'iga ilinib qolishi mumkin bo'lgan uzun tukli gilamlardan foydalanishdan saqlaning. Uyda doimiy ravishda potensial xavfli joylarni tekshirib turing. Bolangiz olib og'ziga solib yuborishi mumkin bo'lgan mayda buyumlarni pol ustidan muntazam tozalab turing.